Assalomu alaykum hammaga. ML140 HV240 miyamiz. Buni Honda yuk mashinaga qo'yishgan. Mashinada bo'layotgan muammo tortmayapti. O'zini proshpiyasini o'qib oldik. Hozirda uni programmadan 2 rejimda qilib yasadik. Xo'p, endi programmani yasagan programmamizni uramiz. Yasamiz mana 2 rejim. Pastidagi o'ziniki, tepadagi yasab berdik. 2 rejimda qilib, otorani qilib. Xo'p. Stol ustida yozganimiz sababi buni diagnostika OBD2 razyomlarni ham ulashmagan, shunchaki motorni kabelni o'zini ulab qo'yishgan. Shuning uchun pinlar bilan ishlayapmiz. Yozuvchimiz kombi. Chip tuningimiz bor. Chip tuningda redaktor qilib ichlarini to'g'rilab, urilib yoziladi. Xo'p. Zapis ketdi. Yozilyapti. Hozirda bu ham programmaga fon tuninga bunlarga qo'yilgan. Xo'p. Perdelka qilib qo'yilgan, faqat razyomlarni ulashmagan. OBD2 razyom. Endi hozir biz imkon qadar agar egasi ishtakirovka bersa, OBD2 ishtakirovka bersa, shularni ham moslab diagnostika programma qilaylik. Turgan joyda programma qilinadigan qilib beramiz, bo'lmasa.